raqib o'yinchisi Shahzodni aldab o'tdi. Ferrera ikkinchi futbolchi kelib yordam berdi. Endi Qizilqum qarshi hujumga o'tib ketyapti. O'ng tomondan tezlik namoyish etdi. Ular markazga to'p yetkazib berildi. Papariga jarima maydonchasida zarba va gol! Qizilqum mehmonda qarshi hujum hisobni ochyapti do'stlar. Ha do'stlar, bu uchrashuvda kuchli hujum tashkil etdi Dinamo. Va qarshi hujumga o'tgan navoiyliklar mana bu tarzda gol uryapti. Sovuqqonligiga e'tibor bering. Qizilqum hujumchisini ikkita himoyachi o'rtasida to'pni qabul qilib olib, mana moslashib to'pga, keyin darvozabon uchun murakkab zarba yo'llayapti Papariga. Roman Papariga mavsumda o'zining navbatdagi golini mana shu tarzda kirityapti. To'sin ostiga qarab zarba berdi. Mana xo'p. Juda bir qo'li ham to'xtatib qolmagan ekan o'ziga, lekin uzoqlashtirib